U yigitni markaziy himoyachi pozitsiyasida ko'rib, o'zimni noqulay his qildim. U uchun achindim. Xo'p, u 20 yoshda. U o'zbekistonlik, ingliz tilini bilmaydi. O'ylashimcha, uni asosiyda tushirish ahmoqona qaror bo'ldi, lekin bizda boshqa tanlov ham yo'q edi. Oldinda Bryugega qarshi o'yin, Jon Stoun zaxiradan tushsa bo'ladi-ku. O'ynay olmasdi, sababi bu ikki futbolchilar Chempionlar Ligasidan ro'yxatdan o'tmagan. Stones to'liq tayyor emasdi. Agar o'sha o'yinda Stones jarohat olganda Chempionlar Ligasi uchun bizda himoyachilar qolmasdi. Prioritet mana shunday bo'lgan. Bo'lib o'tgan ishdan so'ng o'zimni aqlli ko'rsatmoqchi emasman. Agar u ingliz tilini bilmasa, bor yo'g'i bir marta mashg'ulotlarda ishtirok etib, chempionatdagi top jamoalardan biri Chelsiga qarshi o'ynasa, to'g'risi bu birinchi 5 daqiqalik yomon o'tdi. U gol olib keldi, sariq kartochka oldi va jarima zarbasiga sababchi bo'ldi. Lekin undan keyin u juda yaxshi o'ynadi. Ha, o'sha 5 daqiqalik shundan keyin u ko'rinmay qoldi. Menimcha unday bo'lmadi. U yashiringani yo'q. Palmerdan to'pni olish uchun harakat qildi. To'g'ri, kuch ko'p u, lekin uni qanday ishlatishni bilmasligi mumkin. Lekin oxirida o'sha olovni yoqa oldi. Kuch ko'p, lekin uni ishlata olmasligi yaxshi gap bo'ldi. U albatta o'rganadi, ya'ni nima demoqchiman? Bundanda yaxshiroq, ya'ni to'g'ri, bu mavzu aktual emas, lekin u o'zi uchun eng yaxshi tanishtiruv marosimini o'tkazdi. Albatta bundan xulosa qiladi va o'sha 5 daqiqalikdan battarroq vaziyatga tushmaydi. O'ylashimcha, u juda katta futbolchiga aylanadi.